Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli qarindoshlar. Bugun Alloh taolaning Ar-Rahman degan ismi haqida to'xtalamiz. Alloh taolaning Ar-Rahman degan ismi Qur'on Karimda 75 o'rinda kelgan. Ar-Rahmanu allamal Qur'on. Ar-Rahman alal arshi istava degan oyatlar buning jumlasidan. Ar-Rahman Alloh taolaning nihoyat kuyimchanligini, barcha mahluqotga to'liq shafqatlik va mehribon ekanligini ifodalaydigan ism. Bu Alloh taolaning xos ismlaridan bo'lganlikdan, shunga u Alloh taoladan boshqa hech kimga ishlatilmaydi. Shunga Rahman deb ism qo'yilmaydi. Qo'yilganda uning oldiga Abdu deganni qo'shib Abdurrahman deb qo'yiladi. Ya'ni Rahman Allohning bandasi degan ma'noda. Alloh taolaning Rahman degan ismi rahmat degan so'z yildizidan kelgan. Rahmat degan so'z lug'atda kuyinish, mehribonlik, shafqat va rahimdillik degan ma'nolarni ifodalaydi. Rahmat so'zini mashhur tilshunos olim Abdulqohir Jurjoni boshqalarga yaxshilik yetkazish deb ta'riflagan. Islohotchi olim Ibn Qayyim Javzi jafo tarsimi, hatto ko'ngli xolimisimi boshqalarga manfaat yetkazish deb ta'riflagan. Alloh taolo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib, "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz seni olamlarga faqat rahmat qilibla avatdik degan. Chunki Muhammad alayhisalom butkul olamlarga rahmat, ya'ni yaxshilik yetkazuvchi qilib avatilgan payg'ambar. U insoniyat uchun rahmat bo'lganning sirtida barliq jon egisi uchun rahmatdir. Uning rahmati barliq mavjudotga yetib turdi. Payg'ambar alayhisalomning har bir jon egisiga yaxshilik qilish savoblikdir degan ko'rsatmasiga asosan butun insoniyat, hatto kofirlarmi, hayvonlarmi, uchar qanotlarmi, qurut qo'ng'izlarmi, hatto tabiatmi islomning yaxshiligidan bahramand bo'ladi. At-tuhuru shatrul iman, pokizlik imonning yarmidir degan hadis shaxsiy va ommaviy tozaliqqa buyurish bilan bir vaqtda tabiatni asrashga va uni qo'g'dashga buyurdi. Muhammad alayhisalomdan iborat rahmat payg'ambarga ummat bo'lgan har qanday bir musulmon odam boshqalarga yaxshilik qilishni o'zining dini majburiyati deb biladi. Agar u shundoq deb bilmasa, u odamning rahmat payg'ambarga ummat bo'lganligi saxta bo'lib qoldi. Dinimiz bo'g'izlamoqchi bo'lgan hayvonga shafqatlik bo'lishga buyurgan. Payg'ambar alayhisalom Alloh yaxshilik qilishni jimi narsalarga putib etgan. Shunga sizlar biror jonliqni o'ltirmoqchi bo'lsanglar, uni qiynamay o'tiringlar. Bo'g'izlamoqchi bo'lsanglarmi, pichoqni obdan bilanglar va molning jinini qiynamay bo'g'izlanglar deb buyurgan. Alloh taolo rahmat qilishni o'z ustiga olgan. Rahmat Alloh taolaning sifatlari ichida eng asosli va doimiy sifat. Ammo g'azab bizning qilmishlarimiz natijasida barliqqa kelgan bir sifat. Shunga Alloh taolaning ism sifatlarining eng beshida Ar-Rahman, ya'ni nihoyat shafqatli degan sifat keladi. Qur'on Karimda Kataba robbukum ala nafsihi rahma. Robbinglar rahmat qilishni o'z ustiga olgan deydi. Ya'ni hammaga rahmat qilishni. Shunga Alloh taolo bu dunyoda ibodat qilgan, ibodat qilmagan, shukr qilgan va inkor qilgan hamma bandasini o'z rahmati bilan yashitdi, rizqlantirdi, parvish qildi. Barliq jonliqlarni shundoq yashitdi va ularga rizq berdi. Ammo oxiratda rahmatini iymon etgan va shu iymonining taqozosi bo'yicha amal qilgan bandalarga xos qildi. Alloh taolaning rahmati o'nkirni qasrga aylantirdi. Qur'on Karim Iso alayhisalomning diniga agashgan bir qancha yigitning qissasini bayon qilgan bo'lib, ular ashabul kahf deyiladi. Ular o'zlarining aqidasini qo'g'dash va buddist qavmining ziyonkashligidan saqlanish yo'lida kengri dunyodan voz kechib tar kichik bir o'nkirda panohlandi. Natijada qorong'u, sovuq, qo'rqinchli va tor bir o'nkir hayoti Alloh taolaning rahmati bilan ular uchun rohat, tinch,
illiq ve keng bir qasr hayotiga aylanadi. Shunga ular bu rahmat soyasida 309 yil rohat ishida tinch uxlaydi. Ve iz'atazaltumuhum ve ma ya'buduna illallah fa'bu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ve yuhayyi lakum min emrikum mirfaqa. Ularning arasından biri dedi ki, sizlar ulardan, yani kavminglardan ve ularning Allah'ını koyup çoqunuvatgan narsalardan ayrılgan ekansizlar, önkürünüp panah joy qilinglar ki, Rabbinglar sizlarga öz rahmetini keng qiladi ve sizlarga qiyin ishinglardan o'ng'aylik yaratib turdi. Alloh taolaning rahmeti hammani o'z ichiga oldi. Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga xitob qilib, فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Eğer ular seni inkar kılsa, Rabbinlar keng rahmet igisidir. Şunun bilen bir vakitte onun azabı günahkar kavmden kaytılmaydı degan de buyurdu. Bu ayetni okuduğumuzda Allah Taala'nın rahmetinin intayin keng ekanligidan shaklanmaymiz. Shundaqdimi aqlimizga Alloh taolaning bu keng rahmeti qanchalik bo'lgandi va uni chekib bormadi degan savollar keldi. Bu savolimizga Alloh taolo o'zi javob berib, "Va rahmati vasi'at kulli shay." Mening rahmetim hammaga o'rtaqdir. Ya'ni hamma narsaga sig'idi deydi. Ya'ni Alloh taolaning rahmeti inson, hayvon, ucharqanot, hasharat, qurut qo'ng'iz ve her qandaq canlılıkka cheksizdir. Alloh taolaning rahmeti ve shafqati hammaga shundoq o'rtaq ki, yaratquchining borligini inkor qiladigan dinsiz insonlarmi bu rahmatdan mahrum qilinmagan. Suv, havo ve barcha rizq Alloh taolaning mulki bo'lib, uni rahmeti yuzisidan bendilerge halıqınızda tanışıp berdi. Hatta Allah Teala'nı inkar kılgan kafir insanlarını mı bu rahmetten mahrum kılmaydı. Çünkü Allah Teala'nın bu dünyadaki rahmeti bütün mahlukatlara ortak. Ama ahiretteki rahmeti Allah'ını tonup onunla kulçuluk kılgan mümin, Müslüman bendilerge has. Peygamberlerinin pişvası İbrahim Aleyhisselam intayin mehmando'st zat idi. Rivayet kılınışıca bir günü onun uyga yaşanıp kalgan bir adam kirip geldi. İbrahim Aleyhisselam adeti boyunca onu taamlandırış için uçakka ot yakkanda o adam otku çukunuşku başlaydı. Bunu görgen İbrahim Aleyhisselam'ın sevrisi teşip onunla "Tur, sen otku çukunu atamsan" deydi. Şunun bilen o adam öyden çıkıp gidiyordu. Bu vakitte Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a Cibrail Aleyhisselam'ını evetip onun tili bilen "Ey İbrahim, ben onunla 70 yıl sevir kılvatımın. Sen bir saat sevir kılanmadın mı?" deydi. Yani bu bendem otku çukunup beni itiraf kılma şunda yaşısı mı? Ben onunla sevir kılvatımın. Sen bir saatki sevir kılanmadın mı? deydi. İbrahim Aleyhisselam bu adamın arkasını yetişip verip onu kayta uyuga teklif kılgında da o adam "Yanının boldu İbrahim" deydi. İbrahim Aleyhisselam onunla "Rabbim senin yüzünden bana kaydı" deydi. Bu vakitte heliqi adam "Rast mı? Eğer ahval sen degandek bolsa, o hakikaten rahim şefqatlik ilah iken, ibadet kılınışka tulumu haqliq iken deydi ve iman etdi. Hatta İbrahim Aleyhisselam Allah Teala'ya dua kılıp "Rabbi ceal hazel belede amine varzuk ahlahu mines semerati men amene minhum billahi vel yevmil ahir." Rabbim bu yerini yani Mekke'ni tin şehir kılıp bergin. Ahalisinden Allah'a ve ahiret günüge iman etqanlarını türlük meyveler bilen rızıklandırgın degende Allah Teala özünün rahmetinin çeksizlikini uqtırış için "Ve men kefere fe umatti'uhu qalilan thumma altarruhu ila azabin nar ve bi'sel masir." Kafir bolgan adamnımı rızıqdan azgına müddet bahriman qilman, ondan keyin uni tuzaqqa haydayman deydi. Allah Teala'nın rahmeti sizni cennetga kirdi. Peygamber Aleyhisselam bir günü hiç kim öz ameli bilen cennetga kirolmaydi deganda sahabeler "Ya Resulullah, özlerichi" deb so'raydi. Bu vakitte Peygamber Aleyhisselam "Men mi şundak?
menmu öz əməlim bilan cənnətə kirəlməyman. Faqat Allahның rəhməti meni qo'rshig'andila kiralayman deb javob berdi. Shunga amal ibodatlarimiz va qilib qo'ygan ba'zi yaxshi ishlarimiz bilan mag'rurlanmasligimiz lozim. Chunki Alloh taolaning rahmati bo'lmasa, bizni amallarimiz qutqiza olmaydi. Alloh taolaning koinotdagi rahmatlaridan ba'zisi. Ve min rahmetihi ceale lekumul leyle ven nahare litaskunu fiha ve litabtagu min fadlihi ve leallekum teşkurun. Allah'ın sizlarni kechida aram olsin, kunduzda tirikchilik qilib o'zining uning fazlini talab qilsin va shukr qilsin deb sizlar uchun kecha bilan kunduzni yaratganligi uning rahmatidandir deydi. O'ylab boqayli. Agar dunyo faqatla kecha yoki faqatla kunduz bo'lgan bo'lsa, insonlarning to'lisi zirkishdan har xil psixiki kasalliklarga duchor bo'lgan va dunyoning lazzati yo'qolgan bo'ladi. Va huvallazi yunazzilul g'aysa min ba'di ma qanatu va yanshuru rahmatah. Ular ümidsizlikka patqandan keyin yomg'ir yog'dirib beradigan va rahmatini yaydigan zot Allohdir. Fanzur ila asar rahmatillahi kayfa yuhil arda ba'da mawtiha. Allohning rahmatining asarlariga qarag'inki, o ziminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi. Alloh taolaning rahmati bo'lgan yomg'ir bo'lmaydigan bo'lsa, hayot ma'nosini yo'qotgan bo'ladi. Chunki hayotlikning manbasi bo'lgan suv yomg'irdan keladi. Hayotlik suvdan kelgan. Va ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy. Hamma jonliqni suvdan yaratdik degan oyatning ma'nosi buni ifodalaydi. Yomg'irni berguchi Alloh taolo. O shamollarni avatish bilan bulutlarni harakatlantirish orqali yomg'irni o'zi xohlagan joylarga yog'dirib beradi. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Sizlar ichayotgan suvni deb beqinglarchu, uni bulutdan sizlar tushirdinglarmi yoki biz tushirdikmi? Agar biz xohlasak, uni tuzliq qilib qo'yatdik. Nimishqa shukr qilmaysizlar? Alloh taolaning qalblarga urlashtirgan rahmatlaridan ba'zisi. Va min ayatihi an xalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ko'nglingizni aram topqizishinglar uchun Allohning sizlarga o'z tipinglardan juplarni yaratganligi va ular bilan aranglarda muhabbat ve mehribonlik o'rnatganligi uning qudratining alomatlaridandir. Shaksizki buningda Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Bu oyatning ma'lumki har qanday bir oila mehr muhabbat va rahim shafqat ustiga quriladi. Faqat ba'zilarning osiligi va Alloh taolaning qonunidan yiroqlashib ketishi sababli bu oila a'zolarining qalbidan rahim shafqat bilan mehr muhabbat sug'urilib ketgandan keyin jannat bo'lish uchun qurilgan oila do'zaxga aylanib qoldi. Alloh taolaning rahmatlaridan biri shuki, gunohkorlarni darhol jazolamaydi. Uningga pushaymon qilib tavba qilish orqali haqiqatga qaytish fursatini berdi. Gunoh ma'siyatlar va jinoyatlarning furuqi bo'lsa edi, uning sesiqligiga inson taqat qila olmagan bo'ladi. Lekin Alloh taolo rahmati yuzasidan gunohkorlarning qilmishlarini kishilarning ko'rib qolishidan saqlaydi. Tunji qatim hech kimni rasvo qilmaydi. Ya'ni hech qanday odam tunji gunohi bilan rasvo bo'lmaydi. Ikkinchi xalifa Umar ibn Xattobning zamonida bir odam o'g'irlik jinoyati bilan qarilinib, uning yeniga keltirilganda, "Heliqi odam, bu mening tunji qatim qilib solgan gunohim edi" deydi. Xalifa Umar unga, "Yolg'on aytding. Alloh hech qanday bandasini tunji qatim rasvo qilmaydi" deydi. Chunki Alloh taolo bandalarini insonlar oldida rasvo qilmaslik uchun ularning gunohlarini va ayblarini hamisha yo'gaydi. Ularning gunohlariga tövbe qilib, to'g'ri yo'lga qaytishini kutidi
ve onunla keng fırsat berdi. Ama bazı insanlar günahlarını devamlı kılıveriş arkalık teximi vahşi cinayetlerini sadır kılıp Allah Taala'nın bendilerine ziyan seliş derecesiga yetgandan keyin Allah Taala ularning qilmishlarini bu dunyoda pash qilib, ularni jazolashga o'tidi. Shunga o'g'rining rasvo bo'lganligi uning jazosining boshlanganligidan derak beradi. Allah Taalaning rahmatlaridan yana biri bandalarga tövbe qilish yo'lini ko'rsatib berganligi va tövbeni oson qilib berganligidir. Odam alayhissalom jannatda xatolashganda Allah Taala uningga tövbe qilishni o'rgatgan. Fatalaqqa Adama min Rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huvat-tawwabur rahim. Adam Rabbidan bir qancha so'z ta'lim oldi. Rabbi uning tövbesini qabul qildi. Chunki u haqiqatan tövbeni bakmo qabul qiluvchi nihoyat mehribon zotdir. Adam aleyhisselam bilen ayoli Havva animiz Allah Taalaga Rabbana zalamna anfusana ve illem tağfir lana ve terhamna lanakunanna minel khasirin. Rabbimiz biz özümüzge özümüz zulüm kıldık. Eğer sen bizge mağfiret kılmasan, bizge rahim kılmasan biz çokum ziyan tatqızlardan bulup kalımız deb dua kılgan. Kıyamet işencisi mi? Kattı rahmettir. Allah Taala'nın en çok rahmeti bolgan kıyametini unutup kalmasımız gerek. Çünkü kıyamet Allah'ın rahmetlerinden bir rahmet. Bu sözge eceblenişiniz mümkün. Ameliyatda kıyametinin buluduğallığı için nurgun kişiler kıyamette hesap verişini korkup yaman işlerden, zulüm kılıştan, başkalarının hakkını yevelişten, insanların ziyanına uçuruştan tosuludu. Yana nurgun insanlar nahaqçılıklarga to'lgan bu tengsiz dunyoda o'zlariga yomonlik qilguvchilarning intiqom ololmaganligi yoki haromxo'rlardan haqqini ololmaganligi sababdan qayg'urib, hayotdan umidini uzib, o'zini yo'qotishning o'rniga ularni Alloh taolaning qiyomat kunidagi adolatiga topshirdi-da, go'yo hech ish bo'lmagandek huzur va tinchlik ichida hayotini davomlashtirdi. Buning o'zimi cho'ng rahmat. Kıyamet günü de Allah Taala'nın dergahına bazı insanlar xuddi yo'lovchi ailesiga qaytgandek sevinish ve xo'shallik içinde hazır buludu. Yani bazı insanlar xuddi turmadan kaçkan jinoyatchi tutib kelingandek yağlab elib kelinadi. Aldınqısı Allah Taala'nın xahişiga uygun halda hayat geçirgen ve hiç kimge yamanlık kılmagan baxtli kişiler bolsa, keyingisi Allah Taala'ga asilik kılgan, onun bendilerine zulüm kılgan, ularning haq huquqlarini defsende kılgan, mal mülkini yeb algan baxtsizlardır. Allah Taala'nın azabı mı rahmettir? Azap qandaq rahmet buldu? Zalimlarga ve bazı günahkarlarga kelgen azap elbette rahmettir. Çünkü ularga kelgen tunca azap ularning qilmishlaridan ve yaman peyildan yandirish rolini o'ynaydi. Shuning bilan ularning ba'zi to'g'ri yo'lni tepib oldi, ba'zi bo'lsa yana bir azab bilan halok bo'lib, boshqalarga ibrat bo'ladi. Bularning har ikkilisi ular uchun va boshqalar uchun rahmatdir. Chunki zolimning halok bo'lishi boshqalar uchun foydali va rahmat. To'g'ri yo'lga qaytishi bo'lsa özü üçün faydalık ve rahmet. Kıyamet günü zalimlerinin cezasını tetişi ayrım bir rahmet. Bunun bilen dünyada zulümge uçrap, zalimlerin intikamını alalmay, köngli azaplanganlar Allah Taala'nın adaletini görüp rahatlanıp kaldı. Bazı ulamalar İbrahim Aleyhisselam'ın atısıga "Ya ebeti inni akhafu en yemesseke azabun minirrahmani fetekune lişşeytani veliya." Ey ata, senin Rahman Allah'ın azabıga qilishingdan, şeytanның hamrohiga aylanib qilishingdan ensireyman degan so'zidan ajablanib, oyatdagi Rahman Allah, ya'ni shafqatlik Allah degan so'z bilan azab degan so'z o'ttirsidagi munosabat haqida gangirab qolgan bo'lsa-mu, uzoq o'tmay Alloh taolaning azobimi rahmatning bir turi ekanligini bildi. Onun başka, yani bunun başka bendilerinin birbirini
azaplışı zulüm. Yani anda hakkı yok. Çünkü ulanın birbirini azaplaş, birbirini ziyanğa uçurtuş, birbirini cezalaş hakkı yok. Ama Allah Teala'nın azabı zalim üçün mü, mazlum üçün mü rahmettir. Çünkü zalim peynidin yanıda yoki halak bulup texmi köp zulüm qilishni saqlanib qoldi. Mazlum bo'lsa zalimdan ve zulümden qutulib qoladi. Ölüm mü rahmettir. Qani tasavvur qilib baqayli. Agar Alloh taolo insonlardan her biriga 1000 yıl ömür bergen bo'lsa, ular qanchalik qiyinchiliklarga uchragan bo'lar edi. Yani 1000 yıl ömür ko'rib hech bir inson o'lmaydigan bo'lsa, u chaqda yemek içmekten başlangan hayat manbalari ularga yetemdi. Meyli bunu Allah Taala tuluqlab berishga albatta qodirdir. Çünkü o her bir canlılıkның rızkını birdi deyli. Endi uyingizda bovungiz, momingiz, bovingizning bovisi, momingizning momisi, bovingizning bovisining bovisi, momingizning momisining momisi degandek bir yürüş bova ve momilar yaşaydigan ve siz ularning hammasının yemek içmek, doğru dermek, kiyim keçek qatarlıq ihtiyaçlarını qamdaydigan bulup qalsınız, qandaq qilattınız? Ularni qandaq beqib bo'latdingiz ve her biriga ko'ngil bilishga qandaq vaqt chiqarattınız? Sheksizki dünyada ölüm deydigan narsa bo'lmasaydi, hayat chidog'isiz bir holatga kelib qolgan, insoniyatning qadr qimmati qalmagan ahvol yuz beradi. Odatda hammalar odam yomon ko'radigan ashu o'lim orqali o'z rahmatini yaygan ulug' Robbimizga minglarcha shukrlar bo'lsin. Alloh taolaning rahmatining asarlariga qarang. Alloh taolo bizni o'zining cheksiz rahmatining asarlariga qarashga buyurdi. Fanzur ila asari rahmatillahi kayfa yuhil arda ba'da mawtiha inna zalika lamahul mauta ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'ın rahmetinin eserlerine ziminni ölgenden kin qandaq tirildirganlıqqa qarab bakın. Şüphesiz ki Allah ölüklerini çokum aşındaq tirildirgüçüdür. Allah hemme narsega qadirdir. Ama köp hallarda tirikçilikning halakçiligi ve aldırışçılıklar bizge Allah Taala'nın bu emrini unutuldurdu. Şuna biz köp vaqtlarda g'aflat ishida ömür sürmüz. Biz Allah Taala'nın rahmetinin eserlerini hayatlıkның hamma sohalarda, hamma yerde ve her bir lahzada uçurtup durumuz. Ama bu haqda tafakkur qilmaymiz. Masalan, bir atının yoki ananing yürek parisi bo'lgan bovuqini keng quchoqlab bag'riga bosgan holatini ko'rganimizda, ularning qalbi xo'shallik ve mehr muhabbet bilan to'lganligini his qilganimizda, yoki qursqa qattiq echib ketgan birining nihoyat zo'q bilan huzurlangan holda tamoq yeyotganligini ko'rganimizda, biz Alloh taolaning rahmatining asrini ko'rgan bo'lamiz. Çünkü ashularninki ko'ngildagi şu huzur Alloh taoladan kelgan rahmatning o'zidir. Bizning uni his qilganimiz uning asridir. Yana kelib sizning şu rahmatni ve onun eserlerini ko'rganligingiz, uni his qilganligingiz ve bu haqda tafakkur qilganligingiz mı uning rahmatidir. Agar Alloh taolo sizga rahmat qilib aqlingizni ishlatishga, ko'zingizni ochishga nasib qilmasa, uni mi bilmaysiz? Shundoq o'tib ketasiz. Biz namoz o'qiganda yoki Qur'on tilovat qilganda cheksiz huzur ve aramga erişimiz. Bu elbette Allah Taala'nın rahmetidir. To'satdan birer qushning ovozini anglab qilishimiz yoki mungluq bir qiroatga quloq solishingiz va yoki ney ovozidek birer chiroyli ovozni anglab qilishingiz sizga to'satdan bir rohatni bag'ishlaydi. Shuning bilan g'am qayg'ularingiz unutiladi. Siz bunu tasodifiylik deb o'ylab qilishingiz mumkin. Ama o tasodifilik emas, belki Allah Taala'nın rahmetidir. Dünyada hiç qandaq tasodifilik yok.
hammasi Allohning belgilashi bilan bo'ladi. Fanzur ila asar rahmatillah. Allohning rahmatining asarlariga qarab boqqin degan oyatning taqozosi bilan biz o'zimizga qarab boqaylikki, hayot bizga badalsiz berildi. Chunki biz hayotimiz badilga hech qanday haq to'lamadik. Elayotgan nafaslarimiz uchunmi pul to'lamadik. Ko'z, quloq, og'iz, burun, yurak, put, qo'l qatorliq a'zolarimizning hech qaysi uchun pul to'lamadik. Bularni Alloh taolo bizga o'z rahmatidan berib etdi. Yuragimizning suqayotganligini, ko'zimizning ko'rayotganligini, quloqimizning anglayotganligini, qo'limizning tutayotganligini, putimizning mengayotganligini va hamma a'zolarimizning joyida ishlayotganligini o'ylaganimizda biz Alloh taolaning rahmatining asarlarini his qilgan bo'lamiz. Atrofimizda ko'zi ko'rmaydigan, quloqi anglamaydigan, qo'li tutmaydigan, tili gapga kelmaydigan, puti mangmaydigan, yuragiga tirak silingan, maxsus oksigen bilan nafas olayotgan, böğrükidan mesele chiqib, qondan suydik tozalashga majbur bo'lib qolgan, a'zo almashtirish uchun uchra saqlayotgan insonlarni ko'rganimizda biz o'zimizdagi rahmatning asarlarini ko'ramiz. Bizda qanchalik rahmatning borligini bilamiz. A'zolari sog'lom tug'ilish, ya'ni bütün a'zolari sog'lom bo'lgan holatda tug'ilish tabiatning qonunidir deb jo'ylaydigan aqli dumbisiga o'tib qolgan ateizmchilar dunyoning eng döt, eng kalva maxluqlardir. Mayli ular har qaysi pallarda katta doktor, professor bo'lib ketsin, ular baribir aqlsiz va razil maxluqlardir. Chunki ular tush vaqtidagi quyoshdak parlab turgan haqiqat Allohni tonimagan va yaratquchisiga tuzkorlik qilgan nomardlardir. Shunga siz atrofingizga aql ko'zingiz bilan qarang va Rabbingizning rahmatining asarlarini tomosha qiling. Maxsus rahmatlar Alloh taolaning mu'min bandalariga maxsus rahmatlar bo'lib, ular mu'minlarga xosdir. Fa ammallazina amanu va amilus solihati fayudkhiluhum robbuhum fi rahmati zalika huval fawzul mubin. Iymon etib yaxshi ishlarni qilganlarga kelsak, Robbi ularni rahmati doirasiga kirgizadi. Mana bu ro'shan utuqdir. Yuqorqilardan boshqa yana masjidlarga, Qur'on o'qilgan joylarga, Allohning dinini o'g'itish uchun to'plangan joylarga Alloh taolaning rahmatlari tushadi. Payg'ambar alayhisalom Alloh taolaning uylaridan biror uyda Qur'on o'qish, din ahkomlarini o'rganish uchun to'plangan kishilarga xotirjamlik hamroh bo'ladi. Allohning rahmati ularni qo'rshaydi, farishtalar ularga mag'firat tilaydi deb ko'rsatgan. Alloh taolaning rahmati hammadan cho'ng. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Aytqinki, ular Allohning fazli va rahmatidan xushal bo'lsin. Bu ularning to'plaganlaridan albatta yaxshidir. Yani to'plaganlari mayli ilm bo'lsin, mayli boylik bo'lsin, mayli obro'y bo'lsin, mayli nima bo'lsin, to'plagan hamma narsadan bu yaxshidir deydi. Haqiqatda Alloh taolaning rahmatining bizni qo'rshab turganligini bilishimiz va his qilishimizning o'zi xushal bo'lishimizga yetarlikdir. Chunki aqlli kishilar mol dunyosining ko'p bo'lganligidan, dunyoning halovatlaridan ko'p tetiganligidan emas, balki Alloh taolaning mahluqotlarga rahim shafqatlik muomala qilish orqali Alloh taolaning rahmatiga sazovor bo'lganligidan xushal bo'ladi. Chunki mundaq kishilar Alloh taolaning va xalqning sevgisiga muyassar bo'lgan nom nishonasi o'lgandan keyinmi xalqning tilida davom qiladigan, oxiratda Alloh taolaning 99 rahmatiga muyassar bo'lgan kishilardir. Mundaq kishilar xushal bo'lmay, zodi kimlar xushal bo'lsin? Endi mundaq bir savol kelishi mumkin. Alloh taolo bizga shunchalik rahim shafqatlik bo'lgan ekan, biz bu hayotlikda nimancha ko'p jafolarni tortimiz, nima uchun har xil xafaliklarga uchraymiz?
birining balası o'lgan, biri ish topolmasdan qatirab yurgan, biri imtihondan o'tolmay g'amkinlikka cho'mgan, biri qiyinchilikda qolgan, biri kasalga giribdor bo'lgan. Bu jafolar nima uchun? Bu savollarga javob berib deymizki, rahmatning ma'nosi birovga manfaat yetkazishni yoki uni ziyon zahmatdan to'sishni taqozo qildi. Lekin biz ko'pincha hollarda nimaning foydali, nimaning ziyonli ekanligini bilmaymiz. Sizga manfaat yetkazish ishi gohida siz yomon ko'radigan shaklda amalga oshishi mumkin. Masalan, achchiq dorini ichishni yomon ko'rgan bolaga o'xshash bo'lib, balaning aqli yetmaganlikdan bu achchiq dorining uning kasaldan saqlayish uchun foydali ekanligini bilmaydi. Ammo dadasi uni ichishga zo'rlaydi. Bala dadasiga tikilib, ma'naviy beqishlarda, "Dada, nima uchun meni buncha qiynaydigansan?" degisi keladi. Amaliyotda bu balasini qiynaganligimi? Undaq emas. Xuddi shuningdek Alloh taolo bandalarga rahmatini tamomlash uchun ularni oz-to'la sinoqlarga va ba'zi qiyinchiliklarga duchor qildi. Bu xuddi Musa alayhisolamning Misrda bir odamni xatolik bilan o'ltirib qo'yganligi sababli Misrdan qochib ketib, Madyan degan joyda 10 yil qo'y boqishga majbur bo'lganiga, oxirida bu jafolarning natijasida payg'ambarlikdan iborat ulug' rahmatga noil bo'lganligi o'xshash. Chunki har qanday bir mukofotning ma'lum bir bedeli bo'ladi. Har qanday bir mukofot uchun oldin tunadigan ba'zi bedellar bo'ladi. Cho'ng mukofotning bedeli cho'ng, kichik mukofotlarning bedeli kichik bo'ladi. Payg'ambarlarning tortgan jafolarining ko'pligi va ig'irligi ularning erishgan ne'matning ulug'ligidan darak beradi. Ya'ni eng ko'p sinalgan, eng ko'p jafo tortgan zotlar payg'ambarlar. Oxiratda hammadan yuqori martabaga erishadigan zotlar, ya'ni shu payg'ambarlar. Chunki bu dunyo o'tkinchi olam. Bu tez o'tib ketadi. Haqiqiy hayot, haqiqiy baxt, huzur oxiratda bo'ladi. Shunga bu dunyoda tortgan jafolarni jafo deyishga bo'lmaydi. Oxiratda jafo tortib qolmasak, shu muhim. Alloh taolaning rahmatini hamma narsada ko'ra olasiz. Alloh taolaning rahmati atrofimizdagi va o'zimizdagi har narsada, biz elayotgan har bir nafasda, biz ko'rayotgan har bir go'zallikda, biz anglayotgan har bir shavqunda va har bir ovozda o'zini ko'rsatib turdi. Alloh taolaga shukrlar bo'lsinki, uning Rahman va Rahim degan ikki ism sifati bizning hayotimizning har sohasidan cho'nqur o'rin olgan. Chunki biz har bir ishimizni Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlaymiz. Namozlarimizning har bir rakatda va har bir duoyimizda, har bir surani o'qishga boshlaganda bu ikkisini o'qiymiz. Ya'ni Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Bu ikkisi Qur'on Karimda 160 oyatda kelgan. Hatta Rahman surasi deb alohida bir sura nozil bo'lgan. İmam Muslim Peygamber Aleyhisselam'ның Allah'ның 100 rahmeti var. Onundan faqat birini tushirgan bo'lib, inson, jin, hayvon, hasharat qatorliq jonliqlar shu bir rahmeti bilan bir-biriga shafqat qilishdi, histoshlik qilishdi. Hatto vahshiy hayvonlarmi uning bilan o'z bolalariga kuyinishdi. Allah 99 rahmetni o'zida elib qolgan bo'lib, qiyomat kuni bandlarga uning bilan rahim shafqat qildi deganligini rivoyat qilgan. İmam Buxoriy yana Payg'ambar alayhisolamning Allah rahmatni yaratganda uni 100 parcha qilib yaratgan bo'lib, uning 99 parchasini o'ziga elib qilib, zaminga faqat birla parchasini tushirgan. Bütün mahluqotlar mushu bir parcha rahmat bilan bir-biriga rahim shafqat qilishdi. Hatto ot taychiqini imitayotganda taychiqining beshi qisilib ketmasin deb putini ko'tirib turdi deganligini rivoyat qilgan. Alloh taolaning rahmatlarininki jumlasidan ota-onalarning farzandlariga bo'lgan kuyimchanligi, shafqati va omroqligi va boshqa mehribonligi keladi. Alloh taolaning ularning qalbiga solgan rahmati shunchalik cho'ng.
ata-onalarning, hatto har qanday bir onaning qalbidagi bu rahmatni, bu hissiyotni Alloh taoladan boshqa hech kim berolmaydi va hech kim tortib olmaydi. Dunyoda hech qanday bir ona dunyoning boyligini elish bedilga buğini igizdan tashlashga rozi bo'lmaydi. Hech qanday bir ota Qarunning xazinalariga ega bo'lish bedilga farzandini tez ketayotgan mashinaning oldiga etishga rozi bo'lmaydi. Mayli inson yoki boshqa jonliq bo'lsin, har qanday ona bolasi uchun o'zini qurbon qilishdan qat'iy ikkilanmaydi. Ota-onaning farzandlariga qarata bu xil muhabbati va fidokorligi zodi nerdan keldi? Ota-onalardagi ularni bundaq hissiyotga keltiradigan hujayrining ismi zodi nimadi? Ateizmchilar buningga qanday javob berdi ekan? Odatdagi bir mushuk asliniga yoki bir to'xu cho'jisiga xiris qilmoqchi bo'lgan biriga etilishda bir anda vahshiy hayvonga o'zgarib qoladi. Uning bu qaramliq va bu kuch nereden keldi? Uningdagi mushu qaramliq, mushu fidokorlik, mushu kuchni kim berdi? Ateizmchilar buni qanday tushundirdi ekan? Çünkü ular ko'rganga ishonamiz, ko'rmaganga ishonmaymiz deydi. Ammo ota-onaning qalbidagi shu muhabbat, fidokorlikni ular ko'raptimi yo tutqul bo'ladimi? Ammo biz musulmonlar uningga shunday javob beramizki va shunday tushundirimizki, onalarning qalbidagi bu cheksiz muhabbat bilan bu tangdoshsiz fidokorlik Alloh taoladan kelgan rahmatning iznosidir. Bu rahmat shunday bir ma'naviy kuchki, uni yengalaydigan hech qanday kuch yo'q. Shunga mushu ma'naviy kuch bilan har qanday ojiz onami farzandini qo'g'dashga kelganda eng kuchli yirtqichlardek bo'lib ketadi. Bütün jonliqlarda o'rtaq bo'lgan bu rahmat qo'l bilan tutqili yoki shaklini mikroskop bilan ko'rgili yoki hajmini tajribaxonada o'lchigili bo'ladigan narsa emas. Chunki u ma'naviy kuchdir. Buni kim inkor qila oladi? Allah Teala'nın Rahman degan ismidan nimalarni o'rganamiz? Allah Teala'nın Rahman degan ismidan inson, hayvon, uchar qanot qatorliq barliq mahluqotga shafqatlik bo'lishni, mu'minlarga kuyimchan bo'lishni, xususan gunoh va xatolik sodir qilganlarga mehribon bo'lishni, hikmat va kuyimchanlik bilan siliq holda ularni to'g'riliqqa yetaklashni o'rganamiz. Rahim shafqat hammamiz yaxshi biladigan, quloqlarga chiroyli anglanadigan bir so'z. Rahim shafqatning ma'nosi hammaga shunchalik aniq, tunishli bo'lsa-mu, rahim shafqat aramizda tepilishi intayin az bo'lgan, balki insoniyatning qalbidan o'chirilib ketgan bir axloqqa aylanib qoldi. Aslida bizdan talab qilingan narsa rahim shafqatning ma'nosini bilish emas, balki uni amaliy hayotimizda yashatish va ijro qilishdir. Hozirgi insoniyat dunyosining bu axloqqa ne kadar zo'r ehtiyojli bo'layotganligi hammaga ma'lum. Rahim shafqatning yo'qolishi bilan jinoyatlar ko'paydi. Atom bombalari insoniyat hayotini tahdid ostiga elib, bu yerlarda o'zini ko'rsatgan bir lahza ichida millionlarcha insonlarning jiniga zolim bo'lgan holga, zomin bo'lgan holga keldi. Bütün insoniyat Alloh taolaning rahim shafqatiga zo'r ehtiyojli bo'lib, hamma uning rahim shafqatini tilaydi. Biz musulmonlarmi hamisha her namozimizda ve her duayımızda Alloh taolaning bizga rahim shafqat qilishini, gunohlarimizni afv qilishini so'rab kelyapmiz. Ahvol shunday bo'lgandan keyin, ya'ni biz Alloh taolaning rahim shafqatiga muhtoj bo'lgandan keyin nima uchun Alloh taolaning bandalariga rahim shafqat qilmaymiz? Alloh taolaning bandalaridan faqat rahim shafqatlik bo'lganlarga Allah rahim shafqat qildi degan hadis hammamizning esi kelishi kerak. Peygamber İslam bu ma'noni nihoyat to'liq va hamma mazmunni o'z ichiga oladigan darajada ifodalab, rahim shafqat qilganlarga Alloh taolo rahim shafqatini bag'ishlaydi. Yer yuzidagilarga rahim shafqat qilinglarki, osmondagi zot Allah sizlarga rahim shafqat qilsin deydi. Dünya ve ahirette Allah Teala'nın rahim şefkatiga erishishning birla yo'li
Allah Taala'nın mahlukatlarga rahim şefkat qilishdir. Bu hadisdagi yer yüzdikilarga degan so'z musulmonlarninglar emas yoki insonlarninglar emas, balki inson, hayvon, uchar qanot va har qanday jon egasiga rahim shafqat qilishning lozimligini ifodalaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom kishilarga rahim shafqat qilmaganlarga Alloh rahim qilmaydi deb ko'rsatgan. Alloh taolo hammamizning qalbini rahim shafqat va muhabbat bilan to'ldirsin. Amin.